Hemmesi, var. doğru mu? Hava. Yine hop. Patriotuna koysanız bir tur baka koyun. Hava. 90 bin so'm ana. 90 bin so'mdan şu iki qator uşağını 90 bin so'mdan, ha? 90 bin so'm. Gapga javob. Bu yandan var ağa. Bu yan tarafdan var, ha? 90 bin so'm. Yukarıda hamma narsa 90 bin so'm. var. Bu kostyum ne? O doğrumuzda durgan. Assalomu alaykum. Yangi 4 kun, yangi bozor obunachilar. Sog'lom yuribsizlarmi? Opa singillarimiz uchun yangilikning zo'ri, Ramazon aksiyasining zo'ri. Avvalambor girib kelgan bayramimiz, ya'ni ro'za Ramazon hammamizga muborak bo'lsin. Opa singillarimiz uchun yangilikning zo'ri birinchi do'kondan bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi emas. Albatta birinchi do'kondan bo'ladi. Adresini aytib o'tamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Buyum bozorning orqa tarafida bo'ladi. Bu yon tarafdan kelsanglar, xudo xolsa beton stanki bor. Beton stankidan shunday darvozadan girganingizda doğrunuzda Uglovoyda birinchi do'kon bo'ladi. Norbek Optimni ko'pchilik biladi. Norbek Optimni shunday ro'parasida xudo xolsa opa singillarimiz uchun polnisti 50% dan oshiq, eshittirsizlarmi? 50% dan oshiq skidkalarning bombasi birinchi do'konda bo'ladi. Videomizni boshlashdan oldin albatta bir like bosib qo'ying. Toza göynək alama, bayramda zo'r giyinib yurman degan opa singillarimiz shu videolarni tezda jo'natib qo'ying. Yangilikni zo'ri birinchi do'kondan va nomerading yangiliklarni kutib olasizlar. Qani biza boshladik. Boshladik birinchi do'kon. Qani bismillahirrohmanirrohim. Shohnaz aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xormi? Ayapan nishab tashadingiz. Ramazon aksiyalarini zo'r nishab beraman, skidkalarni bombasini nishab beraman deb chaqirdingiz. Qani bir qator ko'rsing. Hava inşüvejlerimiz hemmasini skidga qo'yib beribmiz. Opa singillarimiz uchun yangilikning zo'ri, xudo xolasa hamma вечерний deysizlarmi, qovun jemperlar deysizlarmi, duvoykilar deysizlarmi, kostyum chorlar deysam, hammasini skidga tushirib tashladingizmi? Hammasi skidkida. Ayollarimiz, qizlarimiz uchun. Ana. Inşüvejlerimizni Duvoyki nima deyiladi bu? Duvoykilarimizni bular чистый Pekin, kachествоsi yaxshina, yenglari ishlangan, zo'r narsa. Bularni 250 ming so'mdan beramiz. 250 ming so'm. Shuni o'zang. Hava, koftasi yupkasi bo'ladi. Hava, parni bo'lar. Ana. Bu ejderimiz 150 ming so'mdan. 150 ming kostyumi, ko'ylagi. Ana sizlarga Optim narxda kostyumi, yupkasi 150 ming so'm. Hava, ko'ylagi, kostyumi. Ana bular kofta yupka. Bular ham 150 ming so'm. Bular ham 150 ming so'm. Ana bular Pekin kachествоsi zo'r narsa, qashlar qaqilgan. Yine işlengen hemen narsasi zo'r. Üst pes bular 200 ming so'mga qo'yib beramiz. 200 ming so'mdan. Hava. Getdi yine. 250 ming so'm satılgan tekiz. 200 ming so'mdan getdi yine. Bular ne? Bularimizni üstü pes, bular ko'ylagi bilan jaketi. Bular rasvetchilar ham o'xshaydi, rasvetchilar bor ekan. Sveti bor, jaketlarning ham har xil niyasi bor, modasi bor. Bular 200 ming so'mdan, 200 ming so'mdan. Hava. Hisob. Ana. Abayalarımız var. 450 ming so'mdan satılgan, 300 ming so'mga qo'yib 300 ming so'm. 450 ming so'mdan satılgan abayalar 300 ming so'm. Razmerlari bor polnisti. Qora svetlari ne? Qora svetlari ham bor ekan. Ana, opa singillar sizlarga yangilik zo'r bo'pti. İçi bilan. İçi bilan. Endi içindagi koftichkasi bilan ham bor. Ko'ylagi bilan. Hisob. Ina. Ana bu qora ko'ylaklarimiz opa singillar uchun, kattaroq ayollarimiz uchun menimcha bu. Katta ayollarimiz uchun to'y вечерний ko'ylaklarimiz bor. Modalari har xil, zo'r, kachествоsi. Bularni 200 ming so'mdan qo'yib beramiz. 200 ming so'mdan. Чистый Pekin. Qarshini ko'ring, buni hech narsa bo'lmaydi. Tozmaydi bu narsa. Ana, yuvib chiqsam qarshilar tushib qolmaydi disku. Yo'q, garantiya. Hisob. Ina. Bu вечерний ko'ylaklarimiz qizlar uchun orqasi korset xilisi. Belinden kengayib daraladi bular. Dim zo'r narsa. Razmerlari bor bularni ham. Bularni ham 200 ming so'm atib beramiz. 200 ming so'mdan bular. Hava, вечернийlarimizni. Xudo xolasa Ramazon skidkasini bombasi bo'lib turibdi. Birinchi do'kondan bemalol kelsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni ham qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa bular ne? Katta yoshli xotinlar abayalarimiz bular. İçinden yengli ko'ylagi bor, ustidan abayasi bor. Bularni ham 200 ming so'm atib beramiz. 200 ming so'mdan bular ham. Ana do'stlar. Bu katta xotinlarimizning ko'ylaklari, bular ham чистый Pekin, ütki açmaydi, kachествоsi zo'r narsa. Yuvib chiqib kiyaversizlar deysiz. Hava yuvib chiqib kiyadi. 180 ming so'm. 180 ming so'mdan. Svetlari bor, qashlari tushmaydi. Hozir to'ylar ham kiyib turibdilar. To'ydan keyin ham kiyaveradi. Ba'zani aylanib ko'rib kelaversizlar, to'g'rimi? Kelaversizlar, gap bo'lsin. Ana, kostyum ishimiz bor ekan, singillarimiz uchun xudo xolosa. Bular necha so'mga qo'yib Svetlari bor, razmerlari bor. Satgan so'z bular. Bularni 450 ming, 400 dan kam satmaganman. Bularni qizlarimiz uchun shunda 300 ming so'm atib beramiz. 300 ming so'm. Hava. 300 ming so'm. Ana, qalingmi? Bundan ham qaytib bilmaysizmi? Oling siz bonus. 280 ala qo'ysinlar, qizlarni tezlatib kiysin. Ana buning svetli ham bor, ana.
giydirib Bir ko'p. svetler ham bang. Hava, bordoviy svetlerim bor. Rasvetkilari, bordoylar ham Belbog'lari ekan, bilan xudo bular. xohlasa. Belbog'i bilan ham bor ekan. Bunday koreyskiy kofta yubkalarimiz Aha, bor. rasvetkisi Velvet bor xilisi, ekan. razmeri bor, 5-6 xlgacha. Xo'p. Bularni shunda 250 ming so'm atib beraman. 250 ming so'mmi? 250 ming so'm atib beraman. Mana bunday kostyum yubkalarimiz ham bor. Belbog'lari, nilari yubkalari bilan вечерний etib, gelin qizlarimiz ham olsa sepini olsa bo'ladi. Kачествоsi zo'r narsa. Uni ham 250 ming so'm atib beraman. 250 ming so'mdan. Hava. Yetdina, xudo xolasa opa-singillarimiz uchun. Bunday kofta yubkalarim bor. Dim zo'r. Bularni hamma yerga giysa o'nayli narsa. Buni 200 ming so'm atib beraman. 200 ming so'mmi? Hava. 200 Seriously? ming üst pes. Hisob Svetleri üstü var. pesi 200 ming so'mdan. Ana. Vergilarni. Vergi Bular rasvetkilar bor ekan, bularning. Rasvetkilar bor, hava. Bulardan o'xshaydi, bor ekan Bular bulardan. 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Sarafonlarimiz bor, hava. Sarafonlar 100 ming so'mdan yine. Mana bu вечерний ko'ylaklarimiz bor. 100 ming so'mdan svetlari bor qizlarimiz uchun. Ana. Qoshlarini ko'ring, bellari korsetli, dim xo'sh o'ynarsiz. Saylagan svetingiz bor ana, go'kim Xohlagan sveti bor ekan, shunda. Bor. Hisob. Ana Saylagan opa-singillar sizlarga Bunday buyuk. dvoykimiz bor, jinsovki. Dvoykilar, jinsovki, Sezoni уже keladi. bir sezon, xudo xolasa, yine Hava. yangilik gelişi Boşqina. başladı. Razmerlari bor. Necha so'm Üst qo'yardik? pes bular 100 ming so'm qo'yib 100 beraman. ming so'm. 100 ming so'm. Hisob. Ana. Bunday jemperlarimiz bor, shers bular. Sherslar. Hava, buların ikisi kaldı. Aha. Burası 70 ming so'm atib beraman İkisi bularni. kaldı, 170 Hava, ming so'mdan 170 ming ketdi. so'm So'mdan atib satgan beraman. söz bulan. Bularni men 250 dan kam satmadim. 250'den kam satılmalar 170 ming so'mga ketdi ana, xudo xolasa. Tepadagi koftalarimni ayting Aha. og'a. Bu koftalarim kalını var, yubkası var, her türünden var. Kalını, yubkası, ortançası, hammasi, var. doğru mu? Hava. Yine hop, patriotuna koysanız bir tür baka koyun. Hava. 90 ming so'm ana 90 ming so'mdan şu iki qatar uşağını 90 ming so'mdan, ha? 90 ming so'm. Gepe cevap. Bu yandan var ağa. Bir an taraftan bak, ha? 90 ming so'm. Yukarıda hemen nerse Yazıları 90 ming yan so'm. var. Bu kostyum ne? O doğrumuzda durgan. Kostyum ulanımı 100 ming so'm atib beraman. 100 ming so'm. Ana 10 ming so'm farkı bak, kostyum kojası. Xudo xolasa 100 ming so'mdan yine bir an tarafdan başka rasvetkisi var ekan. Allah. 90 ming so'mdan şu iki qatarız. Bir an tseli bir qatar, pastamiya bir qatar 90 ming so'mdan xarid etib ketishlaringiz mumkin. Opa singillar, mindi skikkalar hali nereal narsalarni kamdan kam bo'ladi. Shuning uchun ulgurib qolinglar. Xo'p. Mindi göynəklərimiz var ekan, bularni İşi göyle kızlar, 150 ming so'm kızlarımız için. Bu kichkina qizlar uchun, singillarimiz 120 uchun. etib beraman. Ana 120 ming so'mdan ya. Hava. Sağ ol. İşi göyleklerimiz zo'r, kачествоsi yaxshi, 150 etib beraman. Shuni ham üst pes ana bularni Bular 180 etib beraman. 180 ming so'mdan yine. Shularni ham 150 etib beraman. Buni 100 ming so'm etib 100 ming so'mdan yine. Hisob. Bir yandan göstərərəmiz, xudo xolasa. Şu ajlarimizni ham 100 ming so'm etib beramiz. Aha. Mana bu dvoykilarimizni ham Balshmerki 56 razmer 58 gacha razmeri bor. Bularni ham 100 ming so'm etib beraman. Bularni ham 100 ming so'm. 100 ming so'm. Balshmerki hammasini. Mana bular troyki. Aha. Mana bu ham troyki. Bularni hammasini 150 ming so'm etib 150 ming so'mdan Hava. hammasi. Hammasi. Men shuni ham naturalki bular, kачествоsi zo'r ana, arkalari ishlangan xotin qizlarimiz uchun geveradilar. Sağ ol. Buni ham 150 ming so'm etib beraman. 150 ming so'm. İyi şu- Polisi rasprodaja. Hava, qalin dvoykilarimdan 150 etib beraman. Ana. Hammasini. Hisob. Xudo xolasa endi yubkalarimiz, chalvorlarimiz ham bor ekan inga. Yubka chalvorlarimni, hammasini tutganlarini 90 ming so'm etib beraman. 90 ming so'mdan. Yubkisi bo'lsin, chalvori bo'lsin, kojasi bo'lsin, boshqasi Hava. bo'lsin, hammasi 90 ming so'mdan. Hammasini kelaversinlar. Hisob. Xudo xolasa bu skikkamizni necha kun qo'yib beramiz? 5 kun. 5 gün, xudo xolasa bugun uspit atib qolsa 18 fevral bo'ladi. 5 gün mobaynında shuncha ko'rib turgan narsalarga polnisi rasprodajanı zo'r bo'lib turibdi. Faqatgina opa-singillar shoshilib qoling. Mindi nereal narsalar hali bo'lmagan. Bizdan kuzatib qoling. Inshaalloh sizlarga shunday manfaatli videolarni qo'yishda davom etamiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling. Bir like bosish esdan chiqmasin.